Shishani, ya'ni qalbni sindirmang. Shubhasiz barchamiz so'zlar, ishoralar va yuz ishoralariga, mimikaga ayollar o'ta sezgir munosabatda bo'lishlarini yaxshi bilamiz. Shunga qaramasdan, ko'p vaqtlarda qo'pol so'zlar bilan ularning tuyg'ularini o'ynab, ularni nohaq ayblaymiz. Erkaklarning aksariyati ayollarini ogohlantirishlar yomg'iri ostida qoldiradilar. Erkaklar qatlamining ayrimlarigagina ularning to'g'ri bo'lgan muomala bilan boshqaradilar. Ogohlantirish va taqiqlarning bir qismi to'g'ri bo'lishi mumkin, faqat ayollarga nisbatan muomala metodida qo'llanishlik xatodir. Ba'zan qo'pol muomala erning baxtli oilaviy hayotini bir o'zi barbod etishiga kifoya qiladi. Chunki ayol qo'pol erdan nafrat eta boshlaydi. Dr. Dix ajrashish uchun mahkama yo'laklarini to'ldirib turgan xotinlarning 50%dan oshig'ini kichkina tushunmovchiliklar sababli bir-birlarini haqorat qilganlar tashkil etadi. Bunday muomaladan qalblar sinadi, shaxsiyat zadalanadi, lekin hech bir yaxshilikka olib kelmaydi, degan Deyl Karnegi. Do'st orttirish va boshqalarga ta'sir qila bilish san'ati. Ayolingiz taom tayyorlashga kechikkan bo'lishi, siz ham ishdan horib charchab, och holda qaytgan bo'lishingiz mumkin. Faqat unutmangki, u ham uy ishlarida sizdan kam charchamaydi. Men bu borada ayollarni oqlash niyatida emasman. Faqat siz ham ularning uzrlarini eshita bilishingiz kerak. Bunday holatlarda dag'al muomala qilmang. Aksincha, hikmat va sabr bilan go'zal bir usulda xitob qiling. Shunday muomala qilsangiz, oilaviy hayotingiz haqiqatda saodatli davom etaveradi. Qisqasi, shishalar, ya'ni qalbni sindirmang. Bu ifoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadislaridan olindi. Buxoriy Odob 90-95-111. Ayollar hassos bo'lganliklari uchun shishaga o'xshatilgan. Shishalarni sindirmaslik ifodasi ayollarga muloyim muomalada bo'lmoq va ularning qalblarini sindirmaslik mazmunida izohlangan. Tarjimondan.